Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashi xodimlari va sportchilari Buxoro shahrining Shofirkon ko'chasida yashovchi Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Norboy Otaqarshiyevning xonadonida bo'ldilar. 100 yoshni qarshi olgan otaxonning bardamligi va hamon teran fikrlashi yo'qlovchilarni xursand qildi. Suhbat davomida urushning tahlikali va og'ir damlarini yodga olar ekan, otaxon tez hozirgi tinchlik va dorilamon zamonda xalqimiz shukronalik bilan yashashi kerakligini ta'kidladi. Mana bugun Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashi xodimlari, sportchilarimiz birgalikda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi 1941-45-yillarda Ulug' Vatan urushida mardonavor jang qilib, Norboy ota xonadonlarida bo'lib turibmiz. Norboy ota chinakam mana bugun yoshlarimizda bizda o'sha tinchlik degan ne'matni qay darajada ulug'ligi, yoshlarimizda vatanga bo'lgan muhabbat haqida bu kishi bilan bugun juda rosa qizg'in suhbat qurdik. O'sha urush davrida bo'lgan voqealarni bizga, yoshlarimizga, sportchilarimizga aytib berdilar. Men o'ylaymanki, butun respublikamizda shu Ikkinchi jahon urushida qatnashgan barcha shu Ikkinchi jahon qatnashchilari, qolaversa Norboy otaga jamoamiz nomidan mustahkam sog'lik tilayman. Kelgusi yillarni ham bular xonadondan bu kishining suhbatlaridan olish hammamiz muyassar aylasin. Qizg'in muloqot chog'ida Norboy Qarshiyev yoshligidan shaxmat va shashka o'ynashni yaxshi ko'rishini aytdi. Yo'qlovchilar fursatni boy bermasdan otaxon bilan shashka o'ynashga kirishib ketdilar. Taassurotlarga boy va maroqli uchrashuvdan so'ng Norboy ota kelganlarga minnatdorchilik bildirdi va Yaratgandan yurtimizda abadiy tinchlik, xotirjamlik, to'kin sochilik bo'lishini so'rab duo qildi.